ayirboshlaadigan bir modelga o'tishni boshladimi, demak bu yerdan nimadir kelishuv bor desak bo'ladi. Hozirgi kunda shunday yuzaga kelyaptiki, juda ham unikal holat. Rossiya o'zini harbiy kuchi bilan o'zini kuchsizlantiryapti va kuchsizlantirganda ham Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoyning manfaatlariga monand ravishda kuchsizlantiryapti. Xitoy nega bundan manfaatdor bo'lishi kerak? Va Xitoyga texnologik bog'liqligi oshib boryapti-ku. Va Xitoy yagona Hindiston bilan birgalikda Rossiya neftini sotib oladigan bozor bo'lib qolyapti va neft sohasidagi daromadlarga berilayotgan zarba Rossiya iqtisodiyotiga qanchalik kuchli zarba bo'lishligini hamma bilyapti. Va mana shu jarayonda G'arb tarafidan, Amerika tarafidan bosim bo'lganda Xitoy bosim emas, aksincha Rossiyani oldida tursa, Rossiyani bog'liqligi yanada ortadi o'ziga xos ravishda va Xitoy balkim tasavvuridagi bir ikki qutblik bo'ladigan